Jasliq qamoqxonasi butun dunyoga o'zini yomon nom bilan mashhur edi. O'zi aslida Jasliq qamoqxonasidan og'ir sharoitdagi qamoqxonalar ham bor ko'pgina davlatlarda, hozirgi kunda ham. Lekin Jasliqni nimasi butun dunyoga mashhur qildi va odamlar orasida nimasi uni qo'rqinchli bir zona ekanligini ifodaladi. Ya'ni 99-yilda u zona yashirin holatda ochilgan. Mahkumlar u yerga olib borib saqlangandan keyin 1 yil, 2 yillab uyidagilar bilan hech qanaqangi aloqa bo'lmagan. Va bir so'z bilan aytganda, ya'ni mahkumning ham huquqlari bor va u Jinoyat ijro kodeksida to'liq batafsil yoritilgan. Jamiyatning hayotidan uzilganda u uzilganda, aynan o'sha Jinoyat ijro kodeksi mutlaqo ishlamagan edi. Va mana shu jihatidan butun dunyoga nomi o'sha Jasliq bir jihati boya aytganimdek ijro kodeksining qonunni ishlamasligi bo'lsa, ikkinchi mashhur bo'lgan narsa, ya'ni o'sha ko'p umuman O'rta Osiyo xalqlarida borsa kelmas degan nom olgan